Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotganlar. Ishimiz biz nihoyasiga yetdi. Aynan holatda qilib to'ra tarafini qilib bu ko'cha tarafi ham oldi bilan bir xil holatda bo'lib to'rtta shunaqangi uchuvchi chiqqan mansablar bor. Ve oshxonamiz ro'parasi jami bo'lib oshxonamiz bilan katta binomizni oldi peshanba 90 gradusda qiladiganmiz. Katta ustaning nomeri bu. Katta usta bilan bog'lanmaslar. O'zim nomerini qo'yib ketaman. Bemalol 24 ga 7 esingizda yozaverasizlar. Aloqaga chiqamiz.